Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni yana bir bor kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Aziz do'stlar, siz Noil Media kanalida Bekadmin loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Aziz do'stlar, bugungi videorolikimiz bir o'zbek qizining Telegramdagi rasmlari sharmandalik holda tarqalgani haqida bo'ladi. Ushbu videorolikni boshlashdan oldin sizlarga bu qizimiz haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tsam, ushbu qizimiz xullas Telegram ijtimoiy tarmog'ida bir bola bilan tanishib qoladi. Bu bola bilan ozgincha gaplashib, sevishib, bir-birlariga rasm oldi bu yerda qilib, qiz har xil bolaga turli xil yarim yalang'och rasmlarni tashlaydi. Xullas yigit sevgisiga vafodorlik qilmasdan ushbu ochiq-sochiq rasmlarni gruppalarga tarqatib yuboradi. Aziz do'stlar, kelinglar, aynan mana shu ikki sevishganni telefondagi suhbatlarini aslida nima bo'lgan, nima qo'yganligi haqida u yerda aytib o'tishgan. Albatta sizlar bilan birgalikda ushbu videorolikni tomosha qilib, albatta oxirigacha tomosha qilib, izohlar bo'limida videorolik haqida xohlasangiz o'z izohlaringizni yozib qoldirib, iltimos videorolik tarqalib ketishi uchun bir dona like va kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan holda biz bugungi videorolikni boshladik. Вот это поворот! Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anu kanali voy jasurman. Anu kanali admin kassan-da, to'g'rimi endi? Qaysi? Hozirga men bu Amsalla degan anaqa kanalga aytyapsizmi? Чего, блядь? 2 hours later. Aytyapsizmi? Aha. Qarang, men sizga tasha tushuntiraymi? Tushuntir. O'sha kanal admin kasman emasman. Siz ko'rdingizki, men sizga screenshot tashladim, to'g'rimi? Aha, sen o'sha kanallarni admin bilan atnashing bor ekan. Aha. Yo'q, qarab tur, yana bitta narsada boshida men shu kanalda reklama bo'lganman-da. Hop. Res qilishganda, apshak qilishgan. Keyin men apshak bo'lganimdan keyin u kanalga gruppa ссылкасы tashalgan. Hop. Hozir 1 minut. Hozir. Alo. Gapir. O'sha kanalga gruppa ссылкасы tashalganda, men ссылкani bosib gruppaga kirganman. Hop, keyin Kirganman-da, keyin men aytgan, mana shunaqa kanallar kreatori ekan, mana bir chiqib keladiganimda, o'sha kreatori menga SMS yozgan ichkamga. Qarorchi, men buni o'shib ketganman boshida. Ha, bek menga ichkamga yozyapti. Sen meni tanimay qolding, deb men o'z gruppada to'qishib ketganman, keyin ichkamga o'tgan. hop. Bitta nega qolsan, sen men reklama qilsan dedim, nimadir deb tashadi-da. Ular shunaqa qilib urushib ketdim. Kecha men to'g'risini bitta bola Fara Sergeli degan bolani men apshak qildim-da, sababi u birinchi bo'lib meni apshakka tashlab, keyin men uni apshak qildim-da. Hop. Keyin u menga chiqqan, men sizga hammasini tashladim, to'g'rimi? O'zingiz ko'rdingiz hammasini. Hop, keyin sen gapiravergan. Aha. Keyin shundan keyin men tashlaganimdan men unga u yozardi menga nimadir admin ekan. Dedim, shalpamlarni sizlarni so'radi adashmasam. Eslolmayapman, hozir bilmayman, men kim dedim. Qarochi, sen ichingda bek aytgan, mana shu bola seni apshak qildimi degan, ha degansan, keyin Farruh apshak qilgan. Ha, menga yozvordi, aytgancha, anaqa deb yozvordi. Sen mana shu kanalda reklamsan deb yozvordi, o'qigan bo'lsangiz kerakdir. Keyin boy bittasi bilan o'shib ketdim dedim, mana shu bola meni rek qildim-da, Farani nomerini jo'natib yubordim. U keyin kanaliga tashladi. Faqat atak men o'tda adminka emasman, u kanaliga menga anaqa pagon bermaganman. Uni adashmasam bitta kanali bor, Afshaksan bilan o'sha Amsalla. Afshaksanda ham uni adminmi? Ha, o'shanda kreator-ku, ham adashmasam shunaqa bo'lsa kerak. Menga keyin kanalimni res qildi, SMS yozib yubordi. Endi qarasan, hammasini o'chirtirasan, tushundingmi? O'sha bek bilan gaplashsanda, hozir hammasini o'chirtirasan, nomerini olish iloji bormi shuni?
Nomerni sen ola olasan, ne misol uchun? Bekki nomerini men ololmayman. Nimaga deganingiz, u menga oldin telefon qiladi, sekretariy nomerdan chiqardi menga telefon qilganda-da. Keyin u hozir уже hamma narsani bildi, u ko'rdi. Siz kanalga tashlaganlaringizni hammasini ko'rdi. U уже meni o'ylayaptiki, sotib qo'ydi deb o'ylayapti. Lekin men sizga ishonib, shu narsalarni чтобы ishontirish uchun tashlagan edim, lekin siz hammasini tushunmasdan turib kanalga tashlayoringiz. Sen atmishing bor ekan. Sani atmishing bormi? Demak, любой odam shunaqa o'ylaydi. Men ham shunaqa o'yladim, lekin shunaqa o'ylayman. Endi qara, o'chirtirsan, o'chirtir, menga to'xtama, afshakdan qo'rq. Eshit gapni. Men afshakdan qo'rqmayman, afshakdan qo'rqsam Telegramga kirmasdim. Просто men yaqinlarim afshak bo'lgan uchun olsam, oldirsang, oldir, ili nomerini olib ber. Olib bermasang, to'q qo'y menga. Shuni turaveradi kanalda. Naborot men boshqa kanallarga chiqaraman sani gaplaring. Akkaunt qurib boshqa nomer ochasanmi? Adin qo'y kirasan Telegramga, to'g'rimi? Kirganda bilganimdan baba afshak qilaman. Maqsad shu. Sen oldin. Hop, to'xtang. Endi men hozir u hamma narsani ko'rib turibdi. Siz bitta narsani tushuning. Ko'rib turibdi-da, men hozir nomeringni ber desam, "Oy, banashka, sen sotqin ekansan-ku. Men senga ishondim. Sen qilgan narsani ko'rdingmi?" deydi-ku. Любой odam, misol uchun Amalisan sen, u sani muammoing, meni muammoim. Men buni narsani amalga olmayman, lekin yaxshi ish qilmayapsiz, ishoning. Siz menga nima dedingiz? Salla yaxshi ish qildilaring, salla cho'tki ish qildilaring. Bu yoqdagilar faqat yomon ish qildi. Yo'q, men nima sana aloqang yo'q, voy. Sen afshak qilsan Farruh meni jigarimda, sen jigarim afshak. Endi bitta narsa-da, Farruh o'zi meni afshak qildi-ku. Birinchi bo'ldi, o'ziga chiqmading. Xo'p, nima o'ziga chiqmadingda sraz afshak qilding. Nima o'ziga aytmading, mana shunaqa. Voy, u menga nimaga indamasdan o'zi birinchi bo'lib nomerimni tashlayordi-ku. Sen o'ziga chiqsang bo'ladi-yu, lichka bormi, to'g'rimi? Telegramdasan-ku sen. Lichkada men uni anaqaga chorniy spiskaga tiqib qo'ydim-da, shundan keyin. Sen olishing kerak, u seni muammoing. Sen afshak qilma, olib sekin muomalani qilib o'chirtirishing kerak edi. U seni muammoing. Nima sen afshak tashlayman? Sizlarga foydasi yo'q ekanda, muomalani. Atakmasga ishongan edim, to'g'risi. Men ham ishonganlarim mana bunaqa qilib qo'ydi, ekan. Davay. Hech kim hech narsa